11ni bitagan teyip, shaharga kelib, maqsadiga yetolmadi. O'ruluq qachon foyda bergan, bilim o'yini ko'tamadi. Hozirlik ko'may, imtihondan o'talmadi. Yezining ishidan qechib, ya uyga ketamadi. Nima qilish kerak? Qulliqni bilish kerak. O'zini o'zi oldidi, chunki buni yanchiqda aqchi qolmadi. Oxiri Malik xat yozdi. Mundoq deb yozdi. Köyümcan, apa, men xapa, seni sig'inib ketdim, qadringa yetdim. Meningdan ayrılsang, ölüsen dettin. Rast söz iken, onu degan, öz iken. Putunu qışdım, qo'yningda o'sib, qo'lingdan ushdim. Xushxabar, sening kayningda o'qishga tushdim. Yotoqtar kelib, boshqa uyga ko'chdim. Endi apa, o'qish deganing japa. O'zingmi bilasan, so'rab, nima qilasan? So'zing navat. Qo'ling ochiq, qichig'ing avat. Balangni o'qisin desang, yana bir azroq aqcha avat. Xat bitdi, javob kutdi. Ko'p kechikmay aqchimi keldi. Endi shu student ne dedemsiz? U hech nimadan g'amsiz shaharda o'ynab yurdi. Restoranda to'ylab yurdi. O'qishni emas, bas. Yolg'on ichishmi tas. U pas. Yani bir xatni o'ylab yurdi. Yezidan shaharga keldikmi, studentlar? Durust o'qaylik. Avlodimizga, millatimizga foydali ish qilaylik. Sizlar bilan bo'lgan men Suhrab Nizamdunov va Ramil Nurdunov Shodlik teatridan. Mening vaqtim